Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiyai vel murselin. Nebina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ba'd. Bugün sözleydiğim nefsini paklashninki 6. yolu el-kaidetus sadise İğlaqul menafiz allati tahrucu bil insan anit tezkiyeh ve tub'iduhu anil fadileh ve tuqi'uhu fir rezileh. Nefsini paklashning 6. yolu insanni ana shu nefsinin pakliqidan chiqarib tashlaydigan, fazilatlardan yiroqlashtirib mahrum qoldiradigan va razilliklarga, pastkashliklarga tushirib qo'yadigan yuchuqlarni etib etish. Bu nefsini paklashning muallif avtor deydi 6. yo'li. Demak, bir kishi nefsin pok bo'lsin desa, shu nefsini paklashdan insonni chiqarib tashlaydigan, fazilatlik amallardan mahrum qo'yadigan, insonni razilliklarga, pastkashliklarga tushirib qo'yadigan yuchuqlarni etib etish kerak demoqchi. Muallif avtor deydi, banda nefsini xorlashtiradigan, pastlashtiradigan va shu nefsiga yo'shurun kiradigan gunoh maysatlarning yo'shurun kiradigan to'shqichinlarini, yuchuqlarini etishga jiddiy ehtiyoji va kechiktirishga bo'lmaydi demak, sal qarashga bo'lmaydi, jiddiy ehtiyojliq. Biz uchun sunnatda bir ulgu vakil, misol vakil, bandaning ana shu Alloh taolo uningga rizq bergan, dinini zoyi qilib o'tadigan to'shqichinlarni etishning yo'lini sunnatda bizga bayon qilib bergan. Hadisda keldi-ki, bu hadis İmam Ahmad musnadlarida keltirgan, Sheyx Albani sahih hadislarning qatorida sanagan hadis. Hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday dedi. Qala sallallohu alayhi vasallam: "Daraballohu masalan siratan mustaqima va ala janbati sirat suran fihima abwabun mufattaha wa ala al-abwabi suturun murkhat wa ala babi sirat da'i yaqul ya ayyuhan nas udkhulu as-sirata jami'an wa la tata'arraju وداع يدعو من فوق الصراط فإذا أراد يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتح فإنك إن تفتح تلجح والصراط الإسلام والسوران حدود الله تعالى والأبواب المفتحة محارم الله وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله عز وجل والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم." Hadisde deydi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah şundak bir misalını keltirdi ki doğru bir düz bir yol var. Ve ala cembeti o yolun iki tarafı da sepil yani tamba. Güzel olan kesine bir yol ve onun etrafında tamları ikiz iki sepil. Bu iki sepilde tamda uçuk haletdeki şikler var deydi. Yani bu şikler de görünmeydiğen bir perdeler var. Demek bu şiklerde perdeler tartılgan, gözge çıkıp ketmeydi. Aşı tüz ketken yolunun kiriş iğizi tarafta, yolun evvelki tarafta bir çakırgıcı var. Bir çakırgıcı, bir nida kırgıcı var. Deydi ki, ey insanlar, hemmanlar aşı doğru yolga beraber hemmanlar birlikte kiranlar. Uyak buyak karab kalmanlar. Çünkü iğizi içilgan bir şikler vardı. Allah'ın çekiliminden olan. Şeyhlara mayılıp uyak buyak karab kalmay, aşı yolga tüp düz kiranlar. وَدَاعٍ يَدْعُ مِنْ فَوْقِ الصِّرَاطِ Yeni bir çakırgıcı var. Aş tüz yolununki otursu tuğan deydi. Bu deydi ki, kaçanınki kim? Hele içi bitilgen şişkiler vardı ya, yolun iki tarafındaki sepilde, iki sepilde ağzı uçuk şişkiler var idi. Kimi ki aşı şişkilerki sel tevbinip, şunu iltinip kalsa, şişkiler kirmek çolak mayılıp kalsa, hele yolun otursu çakırgıcı deydi. Vay ölgür, vay isit sana, vay sana. O şikten kirme. Eğer kirip kalsan, özenge yıkılanmaysan, başkalanmaysan, çıkıp gidip kalısan, kirip gidip kalısan. Yolun iki tarafında iki sepil, bu sepillerde içi bitilgen şikler var kata. Yolun kiriş iğizindeki bir çakırgıcı, bir nida kırgıcı, ey insanlar, ma tüz yolun hemmanlar kirip, muşalı menanlar, ma sepillik ilik iğizi çıkış şiklerge karab kalmanlar deydiken. Oturlukta bir çakırgıcı varken, agahlandırgıcı. Kimi ki ağzı uçuk işkilerge sel mayılap kirmek çolap kalsa, bu oturluk çakırgıç deydiken, hey ölgür, onun kirmek kirsen özenge yolanmaya kalasan, çıkanmaya kalasan deydiken. Resulullah Sadıkul Mesduk, Resulü bir haber yaratmak için biz göz aldığımızı keltirelim hani. Hayat yolumuzdan sızıp bir vatıdı. Yol tamlağının, işkilerinin ahvali müşahit tügüdü.
ve sirat el-İslam. Yani ki ma yol İslam. Ve suran hududullah. Yolun iki tarafındaki ilgili sepil Allah'ın çekçigirası deydi. Hudud. Allah Teala sızıqla, kızıl sızıqla ötep kesse ya dinden çıktıdığan, ya günahı kebirgi düşüdüğan, özgü zulüm kılıdığan çeklemeler, hududlar. Tam şu oldu. Vel ebvabul mufettaha maharimullah. Sepildeki ağzı uçuk şişkiler Allah'ın çeklemeleri. Yani Allah'ınki muharremat, şübhat, münkerat emiz kirip gidiyor. Ve zâlike dâ'i alâ re'sis sirat kitabullahi azze ve celle. Yolunun beşinde bir çakırgıç var etti. Bu çakırgıcı, idakırgıcı, insanlar hemmalama doğru yolu kırıqla ve qarab qalmağını degan ma çakırgıcı kitabullahi azze ve celle. Allah'ın kitabı. Ve dâ'i min fevqis sirat. Yolunun o'ttirsidagi çakırgıcı, idakırgıcı olsa va'izullahi fi qalbi kulli muslimin. Her bir Müslümanın kalbiga Allah'ın joylashtirgan bir vaizi, idakırgıcı. Şu Allah Teala o'rlashtirgan müminnin diliga sağan, hatta bazı muhaddisler şerhiylep, malaik periştimi şu, malaik periştinin nidası Allah o'rlashtirgan deb şerhiylепti. Demek, yoluna o'ttirsidiki, ochiq ishlarga kirib ketmoqchi bo'lgan kishilarga voysana, kirma, kirsang chiqolmay qolasan, o'zing egolanmay qolasan degan bu chaqiruvchi har bir musulmonning qalbiga Allohninki bir bildirishi, Allohning hidoyati. Bir ba'zi nimalar shu Allohning bir sağan perishtisi deb tushuntiribdi. Bir musulmonning ko'ngli bir narsalarni sezadi, biladi degandek millat ichida shu gap bor. Yaxshi yomonning qalbi ariydi, sezadi, ko'ngli his qiladi deydi. Vallahi alam sheyga uyg'unroq ko'rdim bu gapni. Bu hadis sahih hadisken. Demek bu hadiste qarindoshlar nafsini paklashdan chiqarib tashlaydigan ishlarni etish veya ki insanni fazilatdan mahrum qoldiradigan pastkashliklarga, razilliklarga tushirib qo'yadigan ishlarni etish haqida gap ketib bordi. Hadisning beshidan oxirigacha asos shu mazmun so'zlangan. Shu og'zi ochiq ishlar nima desa, insonni nafsini paklashdan chiqarib tashlaydigan ishlar. Va shu ishlarga kirish insonni razillikka tushirib qo'yadigan, insonni gunoh maysatga cho'ktirib qo'yadigan Allah Teala'nın çekilmeleri işkenliki bayan kılındı. Demek bu hadiste insanın nefsini paklaştığın, çıkırıp taşlaydıgan, bunu da uzaklaştırıp koyduğun, salih amellerden, faziletten mahrum kaldırıp koyduğun, insanın rezillikke, Allah'ın cezasına, harlıkka düşürüp koyduğun, şiklerini itiviti şeklinde, başta ahir şu gepke geldik için muallif, Abdur, bana bu hadisini, bizim sözüge, delil, süptüge keltirdi. Muallif deydi, Kala Hafiz ibn Hacer, Hafiz ibn Recep el-Hanbali rahimahullah, ve men kana fi'd dunya kad kharaca anil istiqame ala sirat, fefutiha abwabul muharim allati fi sutur sirat, yemineten ve yesireten. Hafiz ibn Recep Hanbali rahimahullah'ın ki şundak digenlikini muallif keltiripti. Hafiz ibn Recep Hanbali rahimahullah şundak deydi, kimikin şu dünyada boğan bolsa, yani hayatta boğan bolsa, bu kişi hakikaten doğru yolun üstünde devam kılıştan çıkıp ketken bolsa, yolun üstünde ketip vardı, lekin devam etişten toxtagan bolsa, bu kişiye oң ve sol taraflardan Allah'ın çeklemelerine işki içilir. Demek istikamet kılıştan, doğru yolda müstehkem menişten kişi tiyilip ketip kalsa, toxtap kalsa, yolun oң ve sol taraflardan Allah çekilgen işler, şübhat ve şeklik, müstehkem, yakinen, yani şey skaletli bir mananmaydıgan, şübhili düşürüp koyduğun veya ki münker. Bana muşunun işikleri içilik gitti deydi. Şunu olan bu kişi meyli şehvatlardan, meyli şübhatlardan olsun, Allah çekirgen işlerine çekirip gitti. Anladığınken, اَخَزَتْهُ الْكَلَالِبْ اَلَّتِي عَلَى ذَٰلِكَ السِّرَاتِ يَم۪ينَةً وَيَس۪يرَةً. Anladığın bu kişinin şu yolununki, oң ve sol taraflardaki ilmekler. Yani şeytanınki aşağı kurup koygan tozakları, kısmakları, buna maysatla bu kişinin ile aladı, tutup aladı. Bihasbi ma fataha fi dunya min abwal muharib ve dakhala ilayha. Şeytanın şu vesveseli kıltakları bolgan yolunun oң sol tarafındaki bu ilmekler nimig asasen ilido dese Allah Teala çekilgen işkilerden bu kişi kançılık içip kirgen bolsa şunu hesabı göre bu kişinin ilmekler oң sol tarafından ilido ve şunun içigi şunu ketip kalıp deydi. Bu söz Mecmu' Resail İbn Recep'ninki Risaleler Mecmuasi degan kitaptan berilgan söz ekan. Bu şunu mu? Yani insanın nefsini paklaştan çıkarıp taşlaydigan,
fazilat amallardan mahrum qo'yadigan, insonni pastkeşliklarga, rezilliklarga, xatoliklarga tushirib qo'yadigan ishlarni etish haqida ham kelyapti. Muallif deydi davomida va minhu qavlullohi taala estaiz billah qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim va yahfazu furujahum zalika azka lahum innalloha xabirun bima yasnaun. Ey Muhammed aleyhisselam, mümin erlerge yetip koyun, gözlerini yumsun ve avretlerini muhafizet kılsın. Ana aşı ular üçün yaxşı, paklındığarak yol. Hakikaten Allah Teala ve ular kılavatkan kılmışlardan haberdardır deydi. Bir şeyde kırınlaşlar iki ne sözünü ortaya karanlar. Birisi gözlerini haramdan yığış. İkincisi avretini muhafizet kılış. Allah Teala aval gözlerini haramdan yığışını aval keltirdi. Avretlerini muhafizet kılsın. Kendini keltirdi. Bir şey değil mi? Nefsini paklayman diyen kişi, aşı nefsini rezilleştirdiğin, nefsini napaklık küçürüp koyduğun yolunu esson. Bunun birincisi köz. Köz ne? Açıdığa yerge işlesin, ma jumuduğ'a yerlere içi olmuşsun, yumsun. Dep insanını nefsini paklaştığını çıkıp taşlaydıgan. Ya ki insanı rezillik küçürüp koyduğun, günah meysek küçürüp koyduğun bir işini Allah Teala itaat ediyor. O bu senin köz. Yani haram karışta gözünü yumsun da bir işini itaat ediyor. Kendini yeni bir işine itaat ediyor. Kaysı? Ve yahfazu furucahum. Ola fericlerini, avretlerini muhafizet kılsın. Demek avretlerini hem yapsın ve avretlerini kalaymakan Allah çekilgen yollarda işletmesin. Muhafizet kılsın. Diye şarkı nefsinin paklıkını kaparak yıkılmaydıgan, buzup koyduğun, insanın hatalık düşürüp koyduğun, işkin, cülçük koyduğun avretini muhafizet kılışını bayan kıladı. Demek bu ayet, şu nefsini paklaştığının 6. yolu olan nefsini paklaşqa karşı olan yollarını itip taşlaş, fazilet emellerden insanı mahrum koydurgan yolçuklarını itip taşlaş ve insanı hatalık düşürüp koyduğun, rezillik düşürüp koyduğun, peskeş halet düşürüp koyduğun yolçukunu itip itiş hakkında kelimedir bu ayet. Muallif deydi, Ebu Hayyan Endelus rahimahullah şundak deydi. Bu El-Bahrul Muhit diyen kitapta gelirken Kuddime gazzul basar ala hifzil farac لأن النظر بريد الزنا وراعد الفجور والبلوى فيه أشد وأكثر. Ebu Hayyan Endelusi şundak degan ekan, ko'zni yumishning avratni muhofazat qilishning oldida kelishi, chunki oyatda ko'zinglarni yuminglar deb avval keltirdi. Keyindan avratinglarga ega bo'linglar, avratinglarni muhofazat qilinglar deb keyinda keldi, shundaqmi? Ebu Hayyan Endelusi deydi ekan, avval ko'zni yumishning avratga ega bo'lishning oldida kelishi, chunki bu qarash zinanın poştikişi deydi. Poştikiş mektup ekilidi. Yani malumat ekilidi. Şu malumat kasasen insan alınki hareket götürdü. Köz bilen qarash bu zinanın poştikişi deydi. Bundan çıqqanda zinanın nimesi çaqırı qo'ychisi qarash. Ve günah maisatning fisq fujurininki güldürmamisi deydi. Yani yağmurning oldida bir güldürmam bo'ladi. Demek zinadan ibaret bu günah maisatning yoki boshqa xatoliklarninki oldidagi güldürmam o'xshaydi. Nima? Qarash demekçi. Şu qaragandan keyin xuddi güldürmami bo'lib, chaqmoq chiqib, aniki yomg'ir yaqqandek, günah maisatli keyini kelib ketadi. Şu qarash zinaning po'shtichisi va günah maisatninki güldürmamisi. Vel balwa fihi ashaddu va aksar. Ana şu qarashda bala musibat qattiq va texnik ko'p dedi şu. Qarashda inson fitnalandi, balalandi, shaytonning vasvasi uchib ketadi. Köpünçe halatda bu şunda qiladi va aksar degani köpünçe o'sha qarashdan kelib chiqadi xatolik demekçi. Keyimida nafsini paklash to'sqinlik qilgan ishlarni etib o'tishing gibi bo'ladi. Ondan keyin bu so'z ham shuning munosabati ketib bordi. Nafsini paklashga qarshi bo'ladigan, nafsini kirlashtiradigan, gunoh maisatga cho'mdiradigan narsa qarash demekçi. Shu Alloh taolo avratga ega bo'lishning oldida ko'zni haramdan saqlasin, namahramlardan ko'zni yumsin deb qarashni avval keltirgan demekçi. Hozirgi jamiyatimizda ham ko'pincha xatolik, gunoh maisat, axloqsizliklar qarashdan kelib chiqadi. Shaytonning bu qarashdan iborat, ya'ni ko'zdan iborat, nazar tashlashdan iborat bu o'qi xato ketmaydi. Asos atgandan keyin bu o'q to'g'ri tegadi. Ko'zi ro'shan ko'radigan bir kishi o'ziga noit ega bo'lmasa, yo ko'ch-ko'yda gunoh maisatni sodir qilyotdi, yoki uyda o'tirib dunyoning g'arbiy sharqida yuz bergan barliq gunoh maisatlarni
telefonidan ham ziyorat qilib ko'rish orqali shaytonning bu qiltig'iga tushib ketib bordi. Vallohu alam, oramizdagi ko'zi ko'rmaydigan kishilar hozir dunyoda qiynalganda qilgan bilan qiyomat kuni xursand bo'lsa kerak. Vallohu alam. Chunki nurg'un gunoh ma'siyatlarni ko'rishdan saqlanib qolganlik uchun. Agar qalbi sog'lom bo'lsa, Allohning rizoligi uchun yashagan bo'lsa, sunnat ko'ra yashagan bo'lsa, bu kishi ko'zidan og'rib qolgan bo'lsa, qiyomat kuni foydasi ko'rishi mumkin. Chunki shaytonning otadigan o'qi ishlamagilik, qarashdan iborat, qarg'u kishiga nisbatan. Lekin ko'zimiz ko'radigan kishiga nisbatan bu bir musibat bo'ladi. Shuning uchun qarindoshlar, agar nafsimizni poklaymiz deydi ekanmiz, qarashdan iborat, ko'zdan iborat Alloh bergan bu ne'matni to'g'ri joyiga ishlatishga to'g'ri keldi. Muallif deydi: "Va qala Shayx Sa'di rahimahulloh Taysirul Karimur Rahman degan mush tafsir kitobida, tafsir Sa'di deb qo'yamiz yana. Shayx Sa'di shunday deydi: kimiki o'zining avratiga va ko'ziga ega bo'la olsa, muhofazat qila olsa, bu kishi axloqsiz, fohisha ahli, uning bilan gunoh ma'siyatga tushgan, qalbi kirlashgan nacharliklardan, pastkashliklardan, xabisliklardan bu kishi poklanadi, qutulib qoladi. Sharti avratini, ko'zini saqlay olsa deydi. Yuqorqi oyatning ham ro'yiga uyg'un gap bu. Va uning amallari yaxshilandi. Birisi qalbi poklandi, ikkinchisi amallari yaxshilandi. Qalbining pok bo'lishi, amallarining yaxshilanishi bi sababi tarkil muharram. Ash muharramlarni tark etganlik sababi bilan. Ya'ni ko'ziga ega bo'ldi, avratiga ega bo'ldi. Alloh taolo chekilgan harom amallar, shubhi amallar va yoki munkar amallarni tark etganlik sababi bilan bu kishining qalbi poklandi, amallari yaxshilandi. Bu Alloh chekilgan shu harom amallar, shubhatlar, munkarlar allazi tatma'u ilayhi an-nafs va tad'u ilayhi. İnsanın nefsi onu tama qilib turadigan, ishtiha qilib turadigan va uni chaqirib turadigan narsalar bu deydi. Har bir insonda bir shayton bor. Ayşe anamızın kundash tutib ketgan vaqtida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam seni shayton tutibdi deganda, "Ya Rasululloh, bizde shayton bo'lamda, bormi?" deganda, har bir insonda bor deganda, "Ya Rasululloh, sizdimi bormi?" deganda, "Mendami bor, ammo Alloh uni yomonlikdan meni saqladi va u taslim bo'ldi va aslama" deb keldi. Demek, mana bu hadisdan har bir insonda uni gunoh ma'siyatga undaydigan, qalbini kirlashtirishga undaydigan shaytonning borligi chiqadi. Demek, deydi-ki, nafslar uni tama qilib turadigan shaytonning vasvasasi bilan va uni chaqirib turadigan bu muharramat cheklamalar, harom amallar, shubhatlar va munkar amallarni tashlaganlik sababidan bu kishining qalbi poklandi, amallari yaxshilandi. Faman taraka shay'an lillah, kimiki Allah uchun bir narsani tark etsa, avvazahullohu khayran minhu. Alloh taolo uningdan yaxshini uning o'rniga to'ldirib turdi deydi. Ya'ni Alloh uchun, Allohning rizoliqida, Allohning azobidan qo'rqib, rahmatidan umid kutib, bir kishi bir yomonishni tark etgan bo'lsa, yoki bir mubah bo'lgan taqdirdami, taqvolik yaqin emaskan deb bir ishni tark etgan bo'lsa, Alloh uning o'rniga yaxshi yaxshisini to'ldirib turdi, almashtirib turdi deydi. Masalan, bir uyda o'tirdik. Uylarda o'tirish bizga joiz qilingan bizning bir haqqimizning qatoridir. Ammo qo'shnimiz yaxshi emas. Va yoki munkar muharramatlar, shahvatlar joylashgan bir do'qmishga joylashgan ko'cha. Yoki har vaqt naqshi muzika kirib turadigan, azon ovozini anglanmaydigan bir ko'chaga joylashgan uy masalan. Shu uyni Alloh uchun tark etsangiz, Alloh uningdanmi yaxshiroq oftob tushadigan, azon ovozi anglanib turadigan, qo'lim qo'shnilari yaxshi bo'lgan, Allohning g'azabini keltiradigan manzaralarni ko'rgin olmaydigan, ashunday almashtirib turdi degan gap ham. Demak, Alloh uchun bo'lsa shu ish. Muallif deydi oxirida: "Waliza kana min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni min fudulil kalam wan nazar va g'ayri zalik." Mana shuning uchun kimiki uningga foydasi tegmaydigan, uningga zarur bo'lmagan, manfaat yetmaydigan narsani tark etsa, mana bu kishininki islomi yaxshi bo'lgan bo'ladi. Ya'ni islomi yaxshi bo'lgan kishi o'ziga foydasiz bo'lgan, ahamiyat olmagan bir narsani tark etdi demakchi. Masalan, min fuzulil kalam, ko'p uzun gap qilish, ortiqcha gap qilish, behuda so'zlash. Va nazar va qarash. Albatta, zarur bo'lgan, ehtiyojli bo'lgan yerlarga qaraymiz. Ba'zida farz bo'lgan qarashlar bor. Va yoki mustahab bo'lgan qarashlar bor. Masalan, Qur'oni Karimga qarab tilovat qilish, mustahab amal. Nikoh qilishning oldida bir qizbolaning yigitning qizbola qarishi mustahab amal. Va yoki ba'zi guvohlik so'rovlari farz bo'lishi mumkin. Shohidlikni o'tadigan yerda qarish tarafini to'nib berish uchun qozining oldida bir qarab, shu kishiningki
Aşı kişi bu emasmi? Bunu tanıp birish Alloh alam qozining talabi bilan bo'lib qolsa, bu kishiga farz bo'lishi mumkin. Tanlab bermasa, hukm to'g'ri chiqmaydigan bir ahvol kelib chiqishi mumkin. Yana ba'zi yerda bu qarash harom yoki makruh. Demak, o'ziga foydasiz bo'lgan qarashni qaramaslik, o'ziga foydasi tegmaydigan so'zlarni qilmaslik demakchi. Boshqa hadislar chiqadi. Man kana yu'minu billahi val yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Kimiki Alloh va oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, gap qilsa yaxshi gap qilsin, bo'lmasa sukut tutsin. Degandan gap qilish cheklangan ish yo'q. Yaxshi gap bo'lsa qilamiz, qanchalik bo'lsa qilamiz. Ammo behuda, na oxiratimiz uchun, na dunyolik uchun hech manfaat kelmaydigan so'zlarni qilish va yoki behuda gunoh bo'lgan qarashlarni qilish va undan boshqa amallar bir kishiningki islomning yaxshiligini ko'rsatmaydi demakchi. Endi bu hadis uyg'un Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilingan Tirmiziyda kelgan hasan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday degan. Buni Imom Navaviy Arba'un an-Navaviyyadan keltiribdi buni. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadis qisqa mana shunda bu yerda o'zga hadis bu. Bir kishining islomining yaxshi bo'lganligi, uning o'ziga foydasi olmagan, munosabat olmagan ishlarni tark etganligi, ash kishining islomining yaxshiligidir. O'zining ishini qilib yurgan bo'lsa, o'ziga buyurilganini qilib yurgan bo'lsa, kishilarning gap so'zini ko'chilmagan bo'lsa va kishilarning amallarini kuzataman deb keyinga kirib olmagan bo'lsa, hatto ko'zini ham ketib qolgan bo'lsa, shu yo'lini tepish uchun ishlatgan bo'lsa, u yoq bu yoqlarga qarab, namahramlarga nazar tashlab, kishiningki ayib nuqsonlariga nazar tashlab, mangmagan bo'lsa, bu kishining islomini yaxshi deymiz demakchi. Demak, bir kishi behud ishlarga aralashayotgan bo'lsa, ortiq gaplarni qilayotgan bo'lsa, ko'zini ishtiq qilib hammani ko'rib rasmga tortib menayotgan bo'lsa, shu ko'rgan narsa mening rasm bo'lib yo'llandim dedi. Yani bu kishining islomida chataq bor. Islom yaxshi emas degan ma'no chiqdi demakchi. Müşahede nima? Qalbni tazkiya, poklashdan chiqarib tashlagan yuchuqlarni etib etish bor bir şey. Ya'ni munosabatsiz ishlarga yurish qilmaslik, munosabatsiz yerga qaramaslik, munosabatsiz so'zlarni, behush so'zlarni qilmaslik nafsini poklashga olib demakchi. Muallif deydi İbnül Qayyim Cevziye rahimahullah Bada'iul Fawaid degan kitobida shunday degan ekan, gunoh ma'siyatlarning nihoyat ko'plari, ko'pinchisi behuda so'zlarning ko'p bo'lib ketishidan va qarashdan dunyoga keladi, tug'iladi deydi. Ko'pincha gunoh ma'siyat ikki narsaning paydo bo'ladi demakchi. Birisi nima ekan? Ortiqcha gap, behuda so'zlar. Ikkinchisi nazar, qarash. Bu ikkisi gunoh ma'siyatningki onasi. So'zning davomida bu ikkisi shaytonning asosli kiradigan eg'izi deydi. Fa inna jarihatayhima la yamallan va la yasaman. Behuda so'zlash bilan bu qarash, shayton bu ikki o'qni atgan vaqtida bu ikki o'q zoyi ketmaydi va xato ketmaydi. Ya'ni ko'p gap qilish giribtor bo'lib qolgan va ko'zini qalayotgan jugatadigan kishi shaytonninki asiriga aylangan, shaytonning to'ziqiga tushgan, shayton bu o'qni etib zoyi ketmaydigan, xato ketmaydigan bir o'q. Shuning uchun aqlli bo'lgan, chechan, zirak bo'lgan bir banda Alloh taoladan sabr va najotlikni so'rash kerak. Ozga qilish sabr ketadi qarindoshlar. O'zini tutishga sabr ketadi va ko'zni haromdan yig'ish ham sabr ketadi. Bo'lib hozirgidek rangarang bo'lib ketgan, kechasi kunduzni farqlandirgan olmaydigan, ko'radigan narsalar hamma atrofimizni qoplab ketgan, hatto telefonimizmi shu ko'radigan narsalar bilan to'shab ketgan. Insonning sal yengilliklarga intilib turgan bir xarakteri bor. Mana bu shunday vaqtning o'zida aqlli, chechan, zirak bir musulmonga loyiq bo'lgan ish sabr qilish. Az gap qilishga o'zini ko'ndirish, ko'zini qalayotgan jugatmaslikka o'zini ko'ndirish, sabr qilish loyiq. Alloh taoladan shunga sabrni va bu ko'p gap qilish, bu nazar qarashninki imtihonidan, sinoqidan salomat o'tishda najotlikni so'rash kerak. Va yana aqlli, zirak musulmonning yana bir qiladigan ishi, loyiq bo'lgan ish, o'zining nafsini zoyi qilib o'tadigan, uni gunoh ma'siyatlar bilan kamsizlik olib boradigan barcha yo'llarni kesib tashlash. Bu darsimizda nafsini poklashning 6-yo'li, nafsini xorlashtiradigan, nafsini gunoh ma'siyatga to'ldiradigan yo'lchiqlarni etib o'tish degan edik ya. Demak, muallif shuni da'vat etdi. Fadinul abd ra'su malihi. U bandaning dini degan, uning asos dasmiyi shu deydi. Bandaning dasmisi nima? Din. Bizga dinimizdan zaruriyat yo'q. Dinimiz jinimizdan a'la, milimizdan a'la, ota-onamizdan a'la, bolalarimizdan a'la, vatanimizdan, tuproqlarimizdan, millatimizdan, xalqimizdan a'la, ustun turadi. Demak, bandaning dini eng muhim dasmi.
ve fi diya'i hasarete dünya vel ahire asas tesmi yoğan bu dinini zayi kılıp yetişte elbette dünya ve ahiretlik bir ziyan bu. Xuddi ticaretçinin desmisi qo'lidagi iqtisod. Qo'lidagi iqtisod tugasa tijorat to'xtaydi. Bu laqmamızın zamanımızda deydi. Çünkü bu adam hazır hayat. Bunu yazgan Abdurrazzaq ibn Abdülmuhsin el-Bedri hayat hazır bu adam. Bu adam deydi, buna bulupmamış hazır bizning muşu zamanımızda. Yani insanların üstüge fitne xuddi yağmur yaqqandek aşındaq to'xtovsiz şiddet bilen her türlük muşna fitneler insanların üstüge tushayotgan muş zamanımızda وانفتحت فيه أبواب الشبهات والشهوات مع هذه الأجهزة الحديثة ve şübhiliklerinin insanın dinide müstehkem turuşu tusalı olan nurgun şübhilerinin ve insanın şehvat çakırdığan meyli ayal, meyli mal dünya, meyli arxı oyun tamaşa bana bulanın işleri içi bitilgen haydi alıp gettik hazır ballarımız gımış şu televizyonu asılmış şu radyonu asılmış şu telefonunu asılmış şu koçuğu çıksın şu gizli okusunmuş şu hem bir yerde insanın dinide insanın şübhiyi taşlap koyduğun veya şehvat koçusunu başlaydıgan barlık işler içi bitilgen ma'a hazihil echizetil hadise bulutmamış hazırki terakki kıgan muş fen teknik zamanıda deydi. Bunda içi bitilgen muş vakitte fitne insanlarga yağmur tökülgendek müşte üstü düşüyordu deydi. Bardaş veremeylik derecede. Bejini kötürüşki fırsat vermedi de insanga. Vel mevaki'il meşbuhe ve fahişi torbetle. Yani hazırki zamanda şübhat, şehvatla işler içi bitilgen ve aşında fahişilikni teşvik kılıdığan, ahlakını bozduğun torbetle etrafını kaplagan vel beramicil munharife ve azgun insanı yoldan çıkırdığan, özgertilgen programlar, böyle televizyon programları, radyo programları, gezi jurnal karxil programlar, telefonda oturup koyulan tor dünyası karxil programlar. Mana bu şu narsalarning köptikidan hatta köpligen insanlar azgınlıkka düşüp gitip kaldı. Ve sarafethum anil hidayah. Azgınlıkların içine başlayıp kirip gitti ve hidayetten ular burulup gitti. Biz şu fitnelerge çıkıp gelişti. Selamet gelişti, afiyet Allah'tan sorayımız dedi. İnsanın nefsini paklaşkı tesir yetkizdiğin yuçuklar itip içtiğim zor olup kaldı. Bu bizim azık zamanımızda. İlgirki zamanlarda pen teknik terakki kılmagan, uyga televizor kirmegen, yançuq telefon kirmegen, dünyanın şarkı bilan g'arbi o'zaro tutashmagan, qo'shni qishloqda yezdi nima bo'layotganligini ma yezdikilar bilmaydigan, qo'shni mahalda nima bo'layotganligini ma mahaldagilar bormisi bilmaydigan. Hozir qit'ada yuz berganda ma qit'adagilar, okeanda yuz berganda ma okeandagilar, yer sharning g'arbida yuz bergan ama sharqidagilar shu soatning o'zida xabar topadigan buyla jahonda yashayapmiz. Demak, bu zamanda qalbni tezkiye paklaştın çıkıp taşlaydıgan yuçuklarını tehim etiyetişke ihtiyacımız var ve insanı peziretten mahrum kaldırdıgan, insanın nefsini rezillik, peskeşlikle, ahlaksızlığa düşürüp koyduğun yuçuklarını etiyetişke tehim ihtiyaç var. Demek bu dersimizde nefsini paklaştığın ki 6. yolu nefsinin paklıklığa toskulluk etkisidigan yuçuklar olsa kadar kılıp etiyetiş. İnsanını yaxşılıktan, faziletlik emellerden mahrum kaldırdıgan günah maisetlerge, rezilliklerge, hatalıklara düşürüp koyduğun yuçuklar olsa etiyetiş. Eğer televizor düşürüyotganımız televizorunu etiş demekçi, Facebook düşürüyotganımız Facebook'unu etiyetiş demekçi, YouTube düşürüyotganımız YouTube ne, közler bizning şu hatalık düşürüyotganımız közünü başkuruşunu bilishni demekçi. Bu şarkılık nefsini paklaş maqsadiga yeta olamiz. Demekçi Alloh. Subhanakallahumma ve bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka ve natubu ilayk. Ve ahiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.